Alloh subhanahu va taoloning bandadan yuz o'girganining alomati shuki, Alloh uni behuda narsalarga mashg'ul qilib qo'yadi. Nima uchun? Xo'rlash uchun. Behuda narsa bilan band bo'lgan odam xo'rlangan odam. Alloh xor qilgan odam shu odam bo'ladi. Behuda narsa bilan umrini zoya qilsa, undan ortiq xorlik bormi? Alloh bergan umr bilan jannatni, Allohning huzuridagi darajani sotib olish o'rniga birovlarning aybi bilan band bo'lsa, birovlarni muvaffaqiyatiga kuyinish bilan band bo'lsa, behuda narsalar bilan band bo'lsa, umrini zoya ketkizsa, undan ortiq xorlik bormi? Aslida har birimiz olim bo'lishimiz mumkin. Har birimiz qori bo'lishimiz mumkin. Har birimiz elga, yurtga ulkan xizmat qilishimiz mumkin. Mana shu ichimizda muvaffaqiyat topgan odamlar osmondan tushgan odamlar emas, ichimizdagi odamlar. Kamchiligi yo'q emas, bor. Lekin bizdan ko'ra yutug'idagi muvaffaqiyat shuki, vaqtidan foydalangan shu. Biz nima qilamiz? Bir kosa oshni kutib 5 soat choyxonada o'tiramiz. Bo'pti, 1 soat guring qilsin bo'lsin-a. Bo'ldi, oshni yeb ketish kerak. Telefonga qaraymiz, haligi gruppalarga qo'shib qo'yishadi ogohida, chiqarib tuyata olmaysiz gruppalarini. Yana haligi behuda gaplar. Falonchini kulib yorgani, pistonchini yiqilib tushgani, mashaqa gaplar. Kimga keragi bor shuni? Bilib qo'yish kerak. Oldin ham aytganman. O'zingizni, umringizni nima qilsangiz qilyapsiz? Rasvo qilib. Birovnikini zoya qilmang.